O'zining chiroyidan ko'ngli to'lmagan ayol terisini yoshartiraman deb badbashara maxluqqa aylanib qoldi. Video boshlanishida oldin like va podpiska tugmalariga bitta kalla Xloya Benson bilan uchrashadi. Bir paytlar Mohinur unga opashkalik qilgan edi. Xloya unga chin dildan omad tilaydi, ammo bu safar ham Moqini qoqiy qilib kastingdan o'tkazishmaydi. Agentlari unga ochiqchasiga aytishadi, u endi kino sohasining yangi standartlariga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun Shell klinikasiga borib, o'zini biroz o'zgartirishni maslahat berishadi. Moqi bu so'zlarni yoqtirmaydi, lekin hatto dugonasi ham Shell 4 ta tuq asoslangan dori yaratgan. Dush qabul qilayotganda Moqi Xloyani ko'rib qoldi va uning qomati o'ta biznes darajada bo'lgani uchun o'zidan uyalib bu yerdan ketmoqda. Doktor Husan uni to'xtatib, gaplashishni taklif qildi. U ayolga oldingi bemorlarning natijalarini ko'rsatib, semizlikdan butunlay qutulishini va qarish jarayonini to'xtatishini aytdi. Moqi esa o'ylab o'tirmasdan rozi bo'ldi. Keyingi uchrashuvgacha dam olishni buyuradi. Shu joyda pauza qilib, videoga like bosib qo'ying. O'zim uchun so'rayotganim yo'q, yangi videolar ko'proq chiqishi uchun so'rayapman. Like'lar soni ko'p bo'lsa, yangi videolar soni ham ko'payadi va video qanchalik qiziqarli bo'lishi ham bosgan likeingizga bog'liq. Like'lar uchun oldindan rahmat. Uyga qaytgach, ayol Shell kompaniyasining egasi Zoening Rojdestvo kechasiga taklifnomasini topib, ziyofatga yo'l oldi va zo'r bo'lganini, so'nggi marta esa Shellda Mohinur bilan ko'rishganini aytishadi. Mohi esa hech narsa bilmasligini aytdi. Zoe esa unga bu detektivlar aslida soxta bo'lishi mumkinligini, ularni raqobatchilari yuborganini taxmin qiladi. Maqsad Shell sirlarini o'g'irlash deydi. Zoe Mohinurdan Xloyaning taqdirini aniqlashini so'raydi va shu payt uning qo'lida yana bir qora dog'ni payqaydi. Tunda esa Mohiga Xloyaning o'zi qo'ng'iroq qildi va vahimaga tushgan holda kimdir uni kuzatayotgani va o'zida g'alati o'zgarishlar sezayotganini aytadi. Orqali qora suyuqlikni qusib yuboradi va sharmanda bo'lib furgoniga yashirindi. Zoe darhol maydonchaga yetib kelib, yaralarni ko'rib uni uyiga olib ketdi va yordam berishga va'da bermoqda. Zoening so'zlariga ko'ra, doktor Husan Brent bilan bog'liq sabablar tufayli ishdan bo'shatilgan. Xloya esa Parijga model bo'lish uchun ketgan. Zoe oshxonaga chiqib ketganda, Mohinur hojatxonada detektiv Flores va dugonasi Lidia bilan bog'landi. Kanini aytib, shifoxonaga olib borishini so'raydi. Zoe esa bemorlardagi oddiy alomatlar uchun butun biznesimni barbod qilmayman deb rad etadi. Mohinur issiqqina choyni Zoening ustiga sepib qochib ketdi va uni Zoening haydovchisi Karnegis quvmoqda. Ammo ayni paytda kelib qolgan Lidia Mohini qutqardi va uni politsiyachilar bilan uchrashuvga olib boradi. U detektivlarga tanasidagi yaralarni ko'rsatib, Zoening uyida bo'lgan voqeani aytib bermoqda. Ammo tez orada ular ham Shell kompaniyasi uchun ishlayotgani va Mohinurni klinikaga qaytarib olib ketayotgani ma'lum bo'ldi. Mohinur qo'rqqanidan hojatxonaga kirganda, u yerda Karnegisni ko'rib qoldi va oshxona tomondan qochib chiqdi. U prokurordan Xloya haqida so'raydi. Husan Xloyani ham uning bemori bo'lganini va u ham xuddi shunday qora yaralar bilan qoplanganini, o'zi yordam bermoqchi bo'lib, vaziyatni yanada yomonlashtirib qo'yganini tan oladi. Shifokor Xloyani sevishini, lekin Mohinurga uni qidirishdan foyda yo'q, endi u tanib bo'lmas holatda deydi. Ayol ishka bilan yaralab, yashirin eshikni topdi. Ichkarida qo'rqinchli jonzotni ko'rib vahimadan qochmoqda, yo'lda esa yaralangan Husanga duch keladi. Ammo shu payt Karnegis uni hushidan ketkizadi. Mohinur o'ziga kelganda Shell kompaniyasining garajida, yonida esa yoshartirish usulining muallifi doktor Brent va yurist Randolph Chan ham bor edi. Brent ba'zi hollarda ularning muolajalari noxush oqibatlarga olib kelishini aytmoqda. Chan esa bularning barchasi Moqi imzolagan shartnomada yozilganini eslatadi. Moqi bu ishni jurnalistlarga oshkor qilib, ularning noqonuniy faoliyatini fosh etishini aytdi. Shunda yurist unga Shell aksiyalarining katta qismini va klinikaning umrboqiy bepul xizmatlarini taklif qilmoqda. Zoe paydo bo'lib, bu taklifni qabul qilishni maslahat beradi. Aks holda terisi kasallanib, qora yaralar yana qaytishi mumkin. Ammo Moqi rad etdi, chunki unga tashqi globuslar atrofdagilarga tashlanib, ularni birma-bir parchalashni boshlaydi. Moqi esa qochib chiqadi va qulflangan dugonasi Lidia bilan yashirindi. Laboratoriyada Zoe paydo bo'lib, chin dildan uning do'sti bo'lishini istaganini aytmoqda. Hatto Moqi serialdagi rolini ham Zoening pullari yordamida olgan ekan. Chunki tashqi ko'rinish bilan hech qanday teri yoshartirish uni qutqara olmas ekan.
Bu paytda Xloya dahshatli tanasi bilan sudralib keladi. Zoya undan yashirinib tibbiy trubaga kiradi. Biroq lobster apparatni ishga tushirib, tizimni sindirib yubordi. Natijada ichkaridagi jarayonlar izdan chiqib, Shell kompaniyasining egasi ham o'zining apparatida jon taslim qiladi. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.